Erim yarim yalang'och, qo'lida suv sepkich o'yinchoq bilan mahalladagi qo'shni ayollarni qo'rqitib yurgan ekan. Yuring uyga, nima qilyapsiz desam, menga ham suv sepib yubordi. Zo'rg'a tinchlantirib uyga olib kirdim. Voy o'lay, jinni bo'lib qolganmi? Nima balo? O'zi bularning oilasida bir balo bor. Alo, aya, erimga nimadir bo'lyapti. Tez o'tgan safargi domlani uyimizga olib keling, iltimos. Ha, tinchlikmi o'zi? Ha, mayli. Xo'p, hozir olib boraman. Xavotirlanma. Nasib bo'lsa sog'ayib ketasiz. Qo'limdan kelgancha yordam berdim. Aya, domla nima dedi? Jin kirdi degani rostmikan? Mulla o'qib qo'ydim dedi, sessiya qilib qatnashish kerak ekan. Sen oyijoningdan pul so'rab ko'r, qatnashiga. Xo'p, mayli-ku, lekin juda qimmat o'qir ekanlar-da. Domla kimdir Sardorni o'qitgan dermish. Hamma gap folbinning choyidamikin? Iflos, shu folbinga hech ichim chiqmagandi. Tur qani, borib kelamiz.